odatda shu joyda tepaga bitta ustun qo'yiladi, pastga bitta ustun qo'yiladi. Bizning mijozimiz ustun bo'lishini xohlamadilar, ya'ni perillar uzilmasin o'rtada dedilar. Tepadan bundoq ushab tushayotgan odam qo'li hech narsaga, to'sig'iga tegmasdan sillovchi ustun dedilar. O'shanga mos qilib qolib yasadik. Yong'oqdan qotuvdik buni. Yong'oqdan tayyorlab, tayyor qilib, joyida kilaylab, hamma narsasini joyida hal qilgandan keyin sexga olib borib, kraskasini sepib, lakini sepib, tayyor qilib, olib kelib ustanovka qildik. Ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa mijozga yoqadigan bo'lib, chiroyli bo'lib chiqdi.